Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Breitbart xabar tori 6 aprel kuni e'lon qilgan xabarda Xitoy ishg'ol qilib Şinjan deb atalgan Sharq Turkistonning demokratik vakili, Sharq Turkiston Surgundi hukumatining rahbari bu hafta Breitbart xabar kanaliga Ramazon oyida Xitoyning Sharq Turkistondagi musulmon turk xalqini ko'zga ilmay, cho'chqa go'shi yeyishga, aroq ichishga majburlaydiganligini aytdi. Sharq Turkiston Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan qozoq, qirg'iz, o'zbek qatorliq turklarning ona yurti. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Xitoy Sharq Turkistonni kontrol qilishga boshlagan. Amerikalik amaldorlar inson haqlari tashkiloti va Uyg'ur tashabbuschilari tomonidan o'tirg'a qo'yilgan keng dalil isbotlar Shi Jinping rahbarligidagi kommunistik partiyaning keng ko'lamda jazo lagerlarini qurib 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni tutqun qilib qamaganligini, ayollarning hamilasini majburiy tushirib o'tish, tug'mas qilib o'tish, Uyg'urlarning madaniyatini tamoman yo'qotishda qabih vositalarni qo'llanish orqali Xitoy irqiga mansub bo'lmagan Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini oshkorladi. Musulmonlarning qutlug' oyi Ramazon oyida Xitoy Ramazon tutishni oshqunliq deb qarab, Uyg'ur va boshqa turk musulmon xalqiga kunduzda tomoq yegizganligini aytdi. Seshanba kuni Sharq Turkiston Surgundi hukumatining muavin raisi Abdulahad Nur Apandi Xitoyning 2012 yildan boshlab davlat ma'murlari, davlat xizmatchilarining Ramazon tutishini cheklaganligini, yaqinqi 10 yilda Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning faqat Ramazon tutib duo qilganligi sababidan qonunsiz diniy faoliyatlar bilan shug'ullandi degan bahona bilan ayblanib, jazo lagerlari va turmalarga qamalganligini, keyingi 10 yilda vaziyatning texmi nacharlashganligini, bolalarning maktablarda tomoq yeyishga majburlanganligini, Xitoy xizmatchi xodimlari va qurolli qism askarlarining ko'chalarda ketayotgan insonlarga majburiy tomoq yegizganligini aytdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandimi Xitoyning Ramazon oyida musulmonlarning Ramazon tutishini cheklaydiganligini, bo'libmi 2014-yili irqiy qirg'inchilik avjiga chiqqandan buyon musulmonlarning Ramazon tutolmaganligini, Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan musulmonlarning cho'chqa go'shi yeyishga majburlanganligini aytdi. Lager sirtidagi hukumat o'rinlarida ishlaydiganlarning Ramazon tutishini cheklash uchun xizmat o'rnidagi oshxonalarda yeb ichishga majburlanganligiga oid dalil isbotlar bor. Xitoy xalqarodagi qarshilikning oldini olish uchun Sharq Turkistondagi ba'zi musulmonlarning Ramazon tutishiga ruxsat qilgan. O'tgan yili Ro'za hayitida Xitoy hayitlik san'at faoliyati o'rinlashtirib, naqsha aytib usul o'ynagan Uyg'urlarni sahnaga chiqarish orqali Uyg'urlarning baxtlik, xotirjam yashayotganligini tanitmoqchi bo'ldi. Hatto faoliyatga chet ellik diplomatlarni taklif qildi. Amaliyot buningdan necha hassa yiroqda edi. Birlashma agentlikning o'tgan yili e'lon qilgan dokladida 10 yil ilgari 4000 nafardan 5000 nafargacha bo'lgan kishi tarixiy Ipak yo'li bo'lgan Qashqardagi Hayitgoh masjidida juma namoziga qatnashganligini, masjidning imomi Muhammad Jumoning hozir faqat 800 dan 900 nafargacha kishining masjidga keladiganligini, buning sababining hukumat siyosatidan emas, balki yosh avlodlarning ko'proq vaqtini namoz o'qishdan ishlashga sarf qilishni xohlaydiganligini aytganligini bayon qilgan. 5 aprel kuni Sharq Turkiston Surgundi hukumati Washingtonda Xitoyning tug'utni cheklash, majburiy bola tushirib o'tishdak irqiy qirg'inchilikqa qarshi qo'zg'algan Barin inqilobining 30 yilligini xotirlaganda bosh ministr Salih Xudoyer apandi 1990-yili yozda Xitoy planliq tug'ut siyosatining bir qismi sifatida Sharq Turkistonning Barin yezisidagi 250 nafar ayolning hamilasini majburiy tushirib o'tganligini, xalqning tinish namoyish qilib buningga qarshilik ko'rsatganda ishg'olchi Xitoy armiyasi tomonidan qonliq bostirilganligini, Shi Jinping rahbarligidagi Xitoyning irqiy qirg'inchiligining 10 yildan beri necha qat ortganligini, dunyodagi hukumat korxona shaxslarning qo'sh o'lcham qo'llanib Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuziga qarshilik ko'rsatganligini, ammo Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilishi, irqiy qirg'inchilik yurgizishi va mustamlikasiga sukut qilganligini aytdi deyildi. The Parent tori 6 aprel kuni Uyg'urlar Barin inqilobini xotirlab, dunyoni Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishga chaqiriq qildi degan temada e'lon qilgan xabarda Sharq Turkiston Surgundi hukumati boshchiligidagi Sharq Turkiston Uyg'ur diasporasi a'zolari Istanbul, Kanadaning Toronto va Edmonton, Amerikaning Washington shaharlarida 1990-yili 5-oyda portlagan Barin inqilobini xotirlash munosabati bilan namoyish o'tkazdi. 1990-yili 5-oyda Sharq Turkistonning Barin yezisidagi xalq Xitoyning necha 10 yillardan beri yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika siyosatining bir qismi sifatida yurgizgan planliq tug'ut siyosatining og'ir zulmiga uchirdi. 210 nafar Uyg'ur ayolning homilasi majburiy tushirib etildi.
Bununğa chidap bulamğan Barın xalqı qarşılıq göstərib tiniş namoyish ötküzgən bolsunmu, Xitay tajavuzchi hərbiy qismi tərəfindən qurallıq bastırıldı. Xitay armiyası Barın yezisiga bastırıb kirib, begunoh insonlarni, hatto narsida balalarni qalaymaqan qirg'in qildi. O'xshamagan manbalarga qaraganda, necha yuz ming begunoh fuqaro bu qatliamda o'ldirilgan. Bu Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda ishg'ol, mustamlika yurgizib kelayotganligining 41 yil bo'lgan vaqti edi. İstanbulda yashayotgan Sharq Turkistonliklar Musulmon hamkorlik tashkilotining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarta sukutda turib qolmay, yana Xitoyni qo'llaganligini qattiq aybladi. Turkiya hukumatini o'z ichiga olgan dunyodagi davlat hukumatlarini va xalqni Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga chaqiriq qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish tashkiloti Washingtonda namoyish qilib, Amerika hukumatini unumli tadbir qo'llanib, Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqiriq qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi Amerikani o'z ichiga olgan davlatlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komissari Michelle Bachelet mayda Sharq Turkistonni ziyorat qilishdan burun Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoy amaldorlari ustidan tekshirish olib berishga chaqiriq qilishi. Hukumatlar bo'libmi Amerika hukumati xalqaro adolat sudida parallel delo turg'izishi kerak. Biz Amerika hukumatining Sharq Turkistonni Xitoy tomonidan ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishini, texmi ko'p Uyg'ur musofirlarini qabul qilib, xalqaro sahnada erkinlik va adolatning sadosi bo'lish, Sharq Turkiston va uning xalqlarini qo'llash orqali erkinlik va kishilik huquqni qo'g'dash va'dasini saqlab qolishni yana bir qatim talab qilamiz. Biz Amerika hukumati va uning ittifoqdoshlarining Sharq Turkistonni Ukrainani qo'llaganga o'xshash qo'llashini talab qilamiz dedi. Kanadaning Toronto shahrida Sharq Turkiston surgundi hukumati Kanada Sharq Turkiston yoshlar jamiyati bilan birlikda Barın qirg'inchiligini xotirlash namoyishi o'tkazdi va Kanada hukumatini Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini oxirlashtirish uchun unumli harakat qo'llanishga chaqiriq qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin ministri Haji Mahmud apandi Kanada hukumatining irqiy qirg'inchilik ahdnomasining shartlarini ado qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish uchun harakat qilishga, Xitoy tutqun qilib turmaga tashlagan Kanada fuqarosi Husayn Jalilni qutqizishga chaqiriq qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Barın şehitlerini Sharq Turkistonning mustaqillik irodasining simvoli deb qaraydi deyildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Kanada Sharq Turkiston yoshlar jamiyati Kanadaning Toronto shahrida 5-aprel kuni Barın inqilobining 30 yilligini xotirlash munosabati bilan namoyish o'tkazdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin ministri Haji Mahmud apandi muhim axborot e'lon qildi. Barın inqilobining xarakteri bo'lsa, xalqimizning, vatanimiz Sharq Turkistonni Xitoy tajovuzchilarining asodidan qutuldirib, zulmga, xo'rlikqa, ezilishga, insoniy dahshatchilikka qarshi mustaqillikni qo'lga keltirish uchun dushmanga tiz tutmay kurashishdan iborat hur irodaning namoyandasi. İmanımızın taqozzosiga ko'ra Alloh yo'lidagi muqaddas bir jihat. Milliy kimligimizga nisbatan mustaqillikdan iborat haqiqiy bir inqilob va davlat qurish iddiasining amaliy xitobnomasi. Barın qat'iyatning noiti bo'lsa, Xitoy tajovuzchilarining vatanimiz Sharq Turkistonni faqat ishg'oliyat ostida mustamlik qilishda emas, belki bu muqaddas altın ziminning sohiplarini har xil banoga putlab to'liq yo'qotib, Sharq Turkistonni Xitoy vataniga aylantirish yomon g'arazning oshkora yuzi. Shuning uchun Barın inqilobining g'oyasi, ishonchi, tutgan yo'li, zulm qarshi ro'yi, qo'rqmas irodasi, jangovarligi vatanimiz toki ozod bo'lgan qadar bizga kuch va harakat berishlaydi. Xalqaro siyosiy sahada Sharq Turkiston masalasining yo'linishini to'g'ri belgilashda va qanday qilganda o'zimizni milliy mustaqillik ko'rishining avangardlaridan qilib yetishtirib chiqishimizda Barın inqilobini ulgu qilib, ular boshlagan inqilobning g'alabaga erishishimizga to'g'ri keladi. Va yana Barın qat'ami va davom etgan qat'amlar cho'ng qirg'inchilik huquq qo'shlardan iborat ibrat ilib, Xitoyning bizning jon dushmanimiz, mal, dunyo, zimin dushmanimiz va qiyomatlik dushmanimiz ekanligini haqiqiy payt etishimiz kerak. Bugun biz Barın inqilobining 32 yilligini xotirlash bilan ikkinchi qatorliq to'g'risi bugungi milliy uyg'unish davlatchilik harakatiga asos solgan liderlarimiz
Abdülhakimxon Naqshbandiyevich, Zeybirni Yusuf ve şehitlerimizni chin qalbimizdan aslaymiz. Ulardan g'urur his qilamiz. Allah ularni rozi bo'lsin, ruhi shodlansın. Biz Sharq Turkistonning mustaqillik va ozodlik ko'rishini barliq imkonlar bilan davomlashtiramiz. Ovozimiz zaminni qoplashin, tilaklashin. Yo'limiz to'g'ri, davoimiz haq. Biz barliq davlatlarning adolatparvar insonlarning bizning maqsadimizni tushunishini va qo'llashini umid qilamiz. Rahmat. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kökün Allah için köp rahmet. Kiler kıttım programımız. Görüşükçe Allah'a emanet olun sizler.